Nilufar suhbatlarimiz qizigandan qizib boryapti. Chunki mehmonimiz bizni qalbimizga yaqin bo'lgan san'at ahllari bilan suhbatlashish yana ham boshqacha taassurot uyg'otadi. Bugun biz studiyamizga ana shunday san'at vakillaridan birini taklif etganmiz. Ularni ortiqcha ta'rif va tavsif etishning hojati yo'q. Demak, Otabek aka ayni paytda Qashqadaryo viloyatida maqom san'atini rivojlantirish uchun namunali bir faoliyat olib boryaptilar. Keling ular bilan suhbatimizni davom ettirsak. Demak, namunaviy maqom ansambli ayni paytda nomi ham o'zgardi va bu nom bilan birgalikda unga qo'yilgan talablar ham o'zgardi. Keling bu borada fikrlarni o'zingiz yetkazib qo'ysangiz, qolaversa yaqindagina madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan Otabek aka ayni paytda madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan ham taqdirlandilar. Muborak bo'lsin deymiz. Tabriklaymiz. Avvalambor xush kelibsiz studiyamizga. Sizni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Rahmat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Maqom san'at haqida avval maqom san'ati bizning milliy maqom san'atimizga keyingi yillarda bo'layotgan e'tiborini juda ham yuksak baholasak bo'ladi. Maqom san'atini rivojlantirish, maqom san'atini xalqning ichiga kengroq olib kirish, targ'ib qilish ma'nosida alohida har bitta viloyatlarda o'zbek maqom san'atini hududiy bo'limlari ochildi. O'zbek milliy maqom san'ati viloyat hududiy bo'limlari mavjud. Har bitta viloyatda. Bu viloyatni o'sha maqom bo'limlarini qilayotgan ishlari, qilinishi kerak bo'lgan ishlari o'sha maqom san'atini kengroq targ'ib qilish, xalqimizni ichiga kirg'izish va oltin fondga o'sha bizning maqom ashulalarimizni ijrosini oltin fondga joylashtirishdan iborat. Va yana xorijiy safarlar, umuman gastrollar yoki viloyatlarda biz Xorazm bizga Vodiyga, xullas umuman respublikamiz bo'yicha mana shunday bir tashkil qilinganki, mana shu maqom san'atini kengroq targ'ib qilish. Otabekjon, bilasiz, singlim bizda maqomlar ijro qilinmasdan qolgan edi. Orada ancha paytda, ya'ni izlab qolsangiz ertalab nahorga oshdan topardingiz yoki bo'lmasa o'sha televizorda bir motam saro bir narsa bo'lsa, alohida bir nima bo'lsa, maqom bizning ansamblarimiz o'sha maqomni chalib turishardi yo nima bo'lardi. Keyingi paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak, davlat o'sha tadbirlari, katta yuqori tadbirlarda ham maqomni alohida o'rni bor va nimalari kengaygan, vaqt chegaralari. Ilgari masalan bitta ashula yoki 40 sekund shunaqa beriladigan bo'lsa, hozir o'sha davlatimizning tadbirlarida ham katta o'sha tadbirlarda yoki viloyatimizning mana katta bayramlarimizda ham maqom ansambli yoki maqom ashulalarini qo'pol qilib aytganda minutlari ancha kengaygan. Sababi buni tagida o'sha qilinayotgan islohotlar, maqomga berilayotgan e'tiborni inikosi. Ya'ni maqom bizda o'sha keng targ'ib qilish boshlandi. Targ'ibni orqasidan odamlarimiz esiga tushib ketdi. Maqom bizni nima deydi, ana qon tomirimizda bu, bizning milliyligimiz bu. Haqiqatda maqom o'sha milliy ashulalarimizni eshitganda maza qilayotganini his qilishni boshladi odamlar. Demak, buni orqasidan endi o'sha maqom ashularga yoki milliy ashulalarimizga bo'layotgan talabni ortishi mana shunday bir katta bir yutug'imiz, bizning milliy o'sishimiz, ma'naviyatimiz, madaniyatimiz o'sishi deb o'ylayman. Keyin mana nima ko'krak nishoni haqida gapirdingiz. Avval kattakon rahmat. Bu bilasizmi, bir 20 yilcha atrofida o'sha men har doim nima qilib aytaman, uzr so'ragan holda, show biznes degan bir nimada javlon urib xizmat qilganmiz. Va har doim bitta narsa o'ylantirgan. Orzu bo'lgan, istak bo'lgan, hammada bo'ladi-ku endi. Nimadir e'tiroflar bo'larmikin, qanaqadir bir
tabriklar yoki bir nimadir olarmikinmiz, nasib etarmikan. nasib qilarmikin mukofotlar degan bir orzu istaklar bo'lganda, allohga behisob shukur, mana shu maqom ansambliga o'tganimizdan keyin, umuman maqom ansamblini hozir o'sha Qashqadaryo viloyat hududiy bo'limi direktoriman. Bu yerga o'tganimizdan keyin ishlarimizni barakasini berib, mana shu ko'krak nishoni nasib qildi va olganimdan keyin boshqacha hissiyot paydo bo'ldi menda. Qanaqa hissiyot? Shu yerda turgandimi? O'sha qizil duxobali quticha. Qizil mana shu Qoravoy, o'g'lim, mana shu yerda qizil duxobali quticha bor. Shuni menga olib bersang, dedi-ku, shim bolada. O'sha qaysi Hoji bobo qizil duxobali quticha? qizil duxobali. Qaysi esizdami? Film esladingizmi? Birozgina esladim. Yo'q-ku, qutichani kim oldi? Qoravoy deb chaqiradi keyin Hoji bobodan dakka eshitadi. Demak, sizni chaqirishgan mana shunday qizil duxobali qutichani va Qip-qizil. qip-qizil, Qizil. Otabek Tursunov Ne'matovich O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 2026-yil 8-apreldagi buyrug'iga asosan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Ana ko'rdingizmi? Taqdirlanadi. Va 2027-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonidan ham taqdirlanadilar deganda boshqacha bo'lardi. Bizda lirik chekinish. Nimaga yaxshi ko'raman bu Otabekni? Yaxshi niyatli inson. Ertalabdan har doim mana shu fayzli kunda yaxshi niyatlari bilan har doim mana shu yarim amalga oshgan, yaxshi niyatni o'zi yarim amalga oshgan tilaklar, talablar hammasi mana shu yarim amalga oshgan. Baraka topinglar. Bu mukofotingizni endi menga berib ketsangiz, unisiga almashtiramiz. Bu eskirsin va yangilariga almashsin. Menimcha xudo xolasa siz ham olsangiz kerak bu yilga. Olsangiz kerak. Nasib qilsa mana sizlar ham olasizlar albatta. Gapingiz to'xtab qoldi aytgancha, Keyin mukofot olgandan keyin baribir boshqacha bo'lar ekan odam. Mas'uliyat oshadi. Mana shuni gapirmoqchi edimda. Mukofot olganimdan keyin umuman menda boshqa narsa paydo bo'ldiki, rost ichimda xavotir paydo bo'ldi. Boshqacharoq. Endi bu mukofotni olgandan keyingi o'sha nimadir qila olamanmi? Nimadir ko'rsata olamanmi? Qanaqadir fidokorlikni o'sha fidokorlik nimasini, ko'krak nishonini olganimdan keyin shu Otabek bekor olibdi deydigan kimdadir fikr paydo bo'lmasmikin deydigan boshqa narsa paydo bo'ldi. Xavotir paydo bo'ldi. Rosti bilan buni xavotiri hozir ham yo'qolmadi. Nimadir qilishim kerak deb nimada yuribman. Siz mana teatralniy institutni nimasini bilasizki, bizda shu ustozlarimiz aytishardi, nimaga o'sha bitta ijod jarayoniga homilador bo'lasanda, uni shu pishitib yuraverasan, miyangda aylantirib yuraverasan, nimadir toki u tug'ilmaguncha, o'sha qiynalasan, o'sha dard azobini chekasan derdi. Shu mana shu nimadan keyingi hozir dard azoblari bor. Uni yengish uchun sizga ko'mak bermoqchiman. Qo'shiq aytib yengillashib oling. Shunday. So'z isboti bilan deganda keling ozgina xirgoya qilib bersangiz bizga. Endi hozir sizga yoqqan qo'shiqlardan bitta agar nima bo'lsa o'zimizni milliy nimalarimizdan ijro qilib bersam. Sozandalar olib kelmadim. Ya'ni ortiqcha xaraj. Boshqacha. O'zi qo'llarida edi, sozandalar hammasi. Rahbarsiz, hammasini olib kelsalar ham bo'lardi. Endi bugun bir o'zim bemalol shu jaydarchasiga suhbat qilay debdilar. Shunday. Albatta keyingi safar kutamiz. Unda fidokorlik bugun o'zingizda qoladi. Sozandalar sizni to'ldirmaydi. Faqatgina bugun ijroda ko'rsatasiz o'zingizni. Bir shingil shu ustozlardan o'zingizga yoqqanidan Otabekjon bitta qo'shiq eshitaylik degan joyda nimani kuylagingiz keladi? Shundan bir parcha eshitamiz. Bilasizmi, meni bitta shunaqa yaxshi ko'rgan shular borki, aytishimni o'ziga ancha vaqt ketgan, buni yaxshi ko'rganimdan ayta olmaganman dedi-ku. Keyin har doim Muhammad Yusuf yaxshi ko'rganimdan shu o'zimni sevgan yorim to'yida o'yin tushishim mumkin. Shunaqa shoirman deganga o'xshab siz bu qo'shiqni yaxshi ko'rganingizdan ayta olmaysiz. Ayta olmay qolganman. O'sha keyin endi ijro qildik, boshqa bo'ldi-yu, Bahol qudrat shuni ijro qilib beraman. Meni xalqimizga ham ko'pchilikka ma'qul tushgan shular, endi buni ustozlar juda ham maromiga yetkazib ijro qilishgan. Men yaxshi ko'rganimdan ijro qilib beraman. Ana. Qo'shing olsin deyin.
ko'zi qarasın deyin kaşıyasın deyin ko'zi qarasın deyin ko'nglime har birining dardu balasın deyin ko'nglime har birining dardu balasın deyin ko'zi qahrını deyin kiprigi zahrını deyin bu katil dertler arasli davasını deyin işkıdardın deyin hacri debardın deyin bu küdüra tavrı sarı safasını deyin bu küdürat ağrı sarı safasını deyin Yashang, aferin aytdimki aytamiz. yengillashamiz mana endi men o'zimga ichki xotirjamlik endi boshlandi menda shu qo'shiq kam bo'lib turgan ekan men ne deyin bu qo'shiqqa nima ham deyin Juda ham ofarin go'zal deyman ijro bo'ldi. tasanno deyman Albatta. endi ijro mana shu sozandalarsiz ham bir shingil eshitmoqchi bo'lganida xalq mana shunaqa insonni o'zini ovozini va qo'ng'iroqdek bir holatini eshitishni xohlaydi shunaqa mayin ovozingiz bor yoqimli va dilga yaqin kirib boradigan qo'shiq og'irlik qilmaydigan ovoz bu qo'shiqni bu ovozni men yoshligimda yodlab olgandim bilasizmi ko'p telekanallarda mashhur bir estrada qo'shig'ingiz ham jarang sochgandi ko'ngilni bog'im cho'laylaysan mani ovoralar qilib ko'zim yoshim do'laylaysan yana favvoralar qilib yurak sho'rlik orzularga bozoru bozoringdan sitamlaring do'laylaysan bag'rimning poralar qilib ah yorey faryode ana shu qo'shiqingizni yodlab olgandim bu nechinchi yillar jarang sochgan esimda yo'q lekin shu kichkina bola paytimda aytib yurardim keyin kecha bir tarjima holingizni o'rganish uchun internetga kirsam bu qo'shiqni ijrochisi Otabek Tursunov ekanlar yonimdagi bu yigimni tanimagan ekanman bu qo'shiqni yoshligimda chiroyli bola ijro qilardi o'sha chiroyli zo'r qo'shiqchi yigit shu Otabek Tursunov ekanlar o'zimizni Qashqadaryodan ekanlar deb keyin esladimda yaxshiyam shu ko'rsatuvlar bor ba'zida yonimizda bilmaganlarni yana qaytadan kashf qilib olamiz shu qo'shiq siznikimi edi bu qo'shiq hozir yana kimlardir tomonidan ijro qilindi qaytadan nima umuman ish gap boshlandiki o'sha nima qilingan o'sha shou biznesda estradada ijro qilingan paytda bir nechta qo'shiqlar ijro qilganmiz bir nechta o'sha paytlarda shaydosiman do'st degan qo'shiqlarimiz hit bo'lgan shu o'sha qo'shiqlar ommabop bo'lgan umuman o'sha ijroyimizni shu qo'shiqlarimizni so'rashardi
o'sha paytda xudoga shukur nima shu biznesda ham ozgina baholi qudrat o'rin topganmiz. O'sha nima davrlarda bo'yatganingizdek, keyin mana Faryod degan qo'shiqlarimiz nima bo'ldi, ijro qildik. Buni Farruh degan bir yaxshi nima xonanda yigit bor. Raimov. Farruh Raimjonov hozir taniydigan shu Farruh Raimov keyingi paytlarda ijro qilyapti. Yigitga berilgan bu ashula. Yigitga nima qilingan. O'zingiz endi mualliflik huquqi talab qilib janjal qilmaysizlar, kelishib olgansizlar. Yo'q, mana shu mualliflik huquqi bilasizmi, aslida juda go'zal narsa, nozik mavzu, lekin menga to'g'ri keldi. Siz olaveringlar derkan, sizlar bemalol olaveringlar deydi-ku. Puli to'langan olaveringlar. Biz mulkiy davlatimizda o'ynab qoling. Lekin endi uni qonuniy taraflari ham bor, chunki ular kimdir qonuniy talab bilan murojaat qilganidan so'ng baribir u ijobiy tomonda hal qilishi kerak. Bu qonunni bilmaslik bu vaziyatdan chetlashtira olmaydi. Farruh Raimjonov sizdan so'ragan baribir bu qo'shiqni va rozilik asosida bo'lgan. Nimamiz yo'q, hech qanaqa. Juda ham chiroyli ijro qilgan Farruh. Shunday. Juda ham chiroyli ijro bo'lgan. O'shaning uchun bir nechta ashulalarimiz yana ijro qilganlar bor. Uni bilamiz, nima qildik, xursand bo'ldik. Ba'zi bir holatda so'ramaganlar ham bo'lib qoldi, lekin boya aytganimdek, nima o'sha mualliflik huquqini qoralamagan holda men o'zimni pozitsiyam, fuqarolik pozitsiyamdan kelib chiqqan holda men xursand bo'ldim. Bilasizmi, yoshlar davom ettirayotganda. Yoshlar endi ijroyimiz shunaqa kimgadir ma'qul tushsa, kimdir ijro qilsa, qanaqa go'zal deb nima deydi, shundan xursand bo'ldik. Yaxshi tarafga xursand bo'lgansiz. Va boyaga aytmoqchimanki, siz aytgan kliplar, nimalar hammasi o'sha paytlarda nimalar olingan, o'rinlar olgan, juda chiroyli nimalar, xursandchiliklar bo'lgan. Yosh bo'lganmiz. Boya aytganingizdek, ko'rsa hozir bunaqa tanimaydigan ozg'ingina bir go'zal bo'lganmiz. Mana bu sochlarni oqlarini qarang, shular bo'lmagan. Boshqacha bo'lgan. Hozirgi sochingiz ham yarashib turibdi o'zingizga. Keling Otabek aka. Shogirdlaringiz ham ko'p bo'lsa kerak bugungi kunda. Necha nafar shogirdingiz bor ayni paytda? Yo, sanog'i yo'qmi? Endi ko'p, endi rahbar bo'lib ishlayaptilar. U yosh Otabek endi baribir rahbar bo'lsalar ham ayrim insonlar baribir yoshlarga o'sha yordam bergisi keladi. To'g'rimi Otabek aka? Bugungi ishlaydigan menimcha har bir xodim endi ularni ustoz deb biladi. Chunki bejizga rahbarlar ham bejizga qo'yilmaydi. San'atda, pog'onada, yuksaklikda ma'lum bir natijalarni qayd etganidan so'ng maqom ansambliga rahbar qilib qo'yiladi. Bu oddiy inson bilan suhbatlashmayapsiz. Bu darajagacha kelgunlar, oho, ancha qovun pishiqlari va ancha kovushlarni yetganlar, lekin eski kovushlaringizni ham asrab qo'ygansiz. Eski chorig'ini ham ilib qo'ydingiz-ku, u hammasi esingizda. Ilingan. Shu suratini olib kelmayapman, nima qilardik deydi-ku. Va o'sha holatdagi qanday rahbar bo'la olyapsiz? O'zingizni qanday bir fikrlar bilan qiynaysiz va qanday vijdonga savol berasiz va o'zingizni fidokorligingizga qanday baho berasiz? Inson o'ziga ham savol berib turishi eng yaxshi fazilat-ku, to'g'rimi? Albatta. Otabekjon, mana o'sha boya aytganimizdek maqom hududiy bo'limimizga nimaligimiz, rahbarligimizni baholi qudrat va iloji boricha chiroyli qilib nima qilyapmiz, olib borishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu yillik hisobidan men aytamanki, juda go'zal boshlandi, barakatli yil bo'lib boshlandi bizning maqom ansamblimiz uchun. Ya'ni nimadan boshlandi? O'sha prezidentimizning qarorlari 3391 qarorlari bor, o'sha maqomni keng targ'ib qilish bo'yicha. Bunga hamma rahbarlar juda ham jiddiy qarashadi va viloyat hokimimiz alohida o'sha Murodjon Berdaliyevich alohida o'zlarining tashabbuslari bilan maqom konserti tashkil qilindi yil boshida. Maqom konserti tashkil qilindi va maqom konserti o'sha milliy kuy qo'shiqlar, maqom ijrolari faqat bizning ansamblimiz ijrosida o'sha teatrimizda bo'ldi. Xabaringiz bor. Bu o'sha bizning efirlarimizda ham ketgan. Demak, o'sha nima bo'ldiki, o'sha butun viloyatimizdagi rahbarlar oilalari bilan o'sha nimaga maqom konsertiga taklif qilindi. Buni go'zal tarafi nimada? O'sha maqom ansamblini, ya'ni maqom o'zimizning milliy kuy qo'shiqlarimizni eshitib, mana eshitmaganlar eshitinglar, borlar, qanaqa ashulalarimiz bor deydigan
va nihoyatda go'zal konsert bo'ldi. Kecha nima ustozimizni Isoqjon akamizni, Isoq To'rayev nimalarini bitta ta'riflari, kechagi ta'riflarini nima qildimki, har doim men uchun faxr bo'ldi bu. Nima emas bu, maqtanish emas, faxr bo'ldi, menga o'zimga tasalli beradigan. Aytdilarki, o'sha konsert boshlanayotganda, repetitsiya qilayotgan jarayonlarimizda ham, o'sha konsertga odamlar kirayotgan jarayonlarda ham menimcha bir 5-6 ashuladan keyin odam qolmasa kerak deb o'yladim. Lekin maqom o'sha konsert tugagandan keyin ham hech kim chiqib ketmagani bu nihoyatda go'zal bo'ldi. Demak, o'sha odamlarimiz mazza qilib eshitdi bo'yatganingizdek. Demak, mana shunday bir nimalar bo'ldi va qolaversa boyagi o'sha konsertimizdan keyin mana kecha bayramdan keyin o'sha nishonlar, ko'krak nishonlari va alohida yana rahbarimiz, viloyat rahbarimiz alohida e'tiborlarga tushdik, diplom berdilar va qimmatbaho sovg'a berdilar. Va maqom ansamblimizga eng muzika da-da-da-dam deydigan joyi bo'ladi-ku. O'sha 500 million so'm pul moddiy bazamizni kuchaytirishimiz uchun maqom ansambliga 500 million so'm pul o'tkazib berildi. Moddiy texnik bazani, moddiy texnik bazamizni rivojlantirish uchun. Bunaqa e'tibor endi yana nima deyishingiz kerak endi? Qanaqa ishlash kerak endi, faqat qilish kerak. Barakatli bo'ldi dedim-ku, maqom ansambli boy ham bo'ldi, taniqli ham bo'ldi, nima bo'ldi? Endi bir so'z bilan aytganda e'tibor kuchaydi, juda ham. E'tibor kuchaydi. Mana shuning uchun xursandmiz, endi davomli qilsin. Ilohim ustozlarimiz duolari ijobat bo'lsin. Mana shu maqom ansamblimiz yanada kuchaytirsak, gullab yashnayversin. Gullab yashnayversa, bundan nimasi bo'lmaydi, yaxshisi bo'lmaydi biz uchun. Hozirgi asl maqsadimiz shu. Rahmat aytamiz. Otabek aka, dasturimizni bir ajoyib qo'shiq bilan davom ettiramiz. Undan so'ng esa yana suhbatga qaytamiz. Nima deysiz? Hozir bir kulishib olaylik deyishyapti. Kulishib olaylik deyishyapti. Kulgu sahifasiga navbat beramiz. Unga qadar qo'shiq haqida o'zlari bilan gaplashamiz. Mana men hozir topib oldim YouTube'dan, shunday shu yigit sizmikansiz dedim. Ha? Shu siz-a? Ha. Qarang, raqsida Muhabbat xonim. Nima? Bunda ovozingiz ham hali endi o'sha oltin davrdagi ovoz ekan. Necha yosh bo'lgansiz? Hozir kulgu sahifasini o'tkazib olamiz, unga qadar menga aytib berasiz. Bu yoshligingizdagi bu qo'shiq qancha xarajat qilganligingiz va biz bilmagan jihatlar, necha yoshdagi Muhabbat davrida bo'lgansiz? Bu haqda hozir so'rab olaman. Ungacha siz kulishib turasiz, azizlar. Biz yana suhbatni kulgu xarajat haqida kulgidan oldin gapirish kerak. Hozir xarajat yomon yuragimni. Qo'ying mayli kulgini. Uni o'zimiz alohida suhbatlashamiz. Marhamat ayting. Bir hofizni niyat qilib bir joyga olib borishibdi to'yga. Hofiz rosa qo'shiqda aytgan muxlislarini xursand qilgan, to'y egalari ham xursand. Lekin otaxonlar, uyda o'tirgan otaxonlar iltimos qildi. Shu hofizni bir ko'raylik, yaqindan ko'raylik, uyga taklif qilinglar. Bir juft qo'shiq aytib bersin, duo qilamiz degan ekan. Kelib hofizga ham iltimos, endi xizmatlari uchun rahmat. Lekin ichkarida bir uy chollar sizni chiqib ko'ra olmadi. Chunki yoshlar o'rib olgan sizni, baribir ko'risha olmasdi, tomosha qilisha olmasdi. Shu iltimos qilish desa gap yo'q debdi. Shunday kirib borgan otaxonlar o'rnidan turib kutyapti. Haqiqatan muxlis ekan. Endi debdi, "Hormang endi. Biz chiqolmadik, qarishilik yoshligimizda, lekin dorilarni birovga bermasdik. Mana biz ham bir joyga chiqib oldik. Endi yoshimizga ham to'g'ri kelmay dorida yursak. Xullas, shu bir joy qo'shib so'ramoqchimiz sizdan. Gap yo'q debdi. Shunday qaragan ekan, torab tayyor turgan ekan. Eshikda edi. Shu torabga berishibdi. Biladi, meni qo'sh so'rashadi. Torni olib endi rosa bir otaxonlar bo'lib, ashuladan boshlab qopdi-yu. Otaxonlar hammasi mazza qilib shayqalib eshitib o'tiribdi. Yoshligimda ko'ngil berdim desa, "Voydo" debdi. Yoshligini eslatdi-da. Boshqalar boshini yig'ib mashina qo'ydirganmish. Yoshligimda ko'ngil berdim digrabalarga, "Voydo" debdi. Yoshligimda ko'ngil berdim, bir kambag'al ovozini o'chir. Ichkarida yosh bola uxlayapti. To'yxonada shuncha aytgani yetmadimi? Soat 3 bo'ladi, ovozini o'chir debdi. Desa, haliga hofiz ham hayron bo'lib ko'p o'chibdi-da.
Lekin ashulam to'xtasa bo'lmaydi, chunki pul ham qisib turgan ekan otaxon. Endi yo pulli kishi bilan yo otaxonlarning fayzi bor, yana davom etadi. Qaraganda esa otaxonlar voyda. Pas oldi. Qaraganda nechun ko'ngil uzay tegrabolardan. Voyda. Desa kampir ham kelibdi. Endi bolalar qaytur. Ovozingga shukur. Bolalar ham chiqib ketdi yaqin desa. Yashanglar. Tugatlar. Qanchalar rahmat. Chiroyli suhbatlar bo'lyapti azizlar. Biz viloyat namunaviy maqom ansamblida rahbarlik qilib bugungi kunda ana shunday yuksak mukofotlar bilan taqdirlangan inson O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at fidokori Otabek aka Tursunov bilan suhbatlarimizni qaynoq tarzda olib boryapmiz va ularning ijodidan foydalanib mana Hojiboy Tojiboyev ijodini ham esladik. Hofizlar haqida ko'p latifalar va bir chimdim kulgu namoyish etardilar. Aytadiki, bitta kiyik haqidagi qo'shiqni ayttirishdi. 10 marta aytdim, 20 marta aytdim ham to'yda. Yana aytasan. Juda ham meni muxlisim ekanda bu inson deb, aka 25-marta so'rayapsiz. Shu qo'shiqni to'g'rilab aytmaguningcha aytasan dedi. Deganga o'xshab biz hozir hofizlar haqida ham shunchim bir chimdim kulgu qo'yib berdik. Va salom va tabriklar ham yetib keldi. Bor, albatta. Ularni ham o'z egalari tomon yetkazib qo'ysak, Otabek aka. Nima deysiz? Boshlaymizmi? Boshlang. Salom va tabriklar qolib ketmasin. Dastlabki SMSlar Kamoliddin Rahimovdan yetib kelyapti. Assalomu alaykum Nilufar opa, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Radioda ham qiziqarli dasturlarni olib borasiz dedilar. Rahmat aytamiz Kamoliddin. Albatta men ham sizlarni sog'inganman. Radio efirlarda ham albatta ko'rishguncha deb qolaman. Galdagi tabrik bizni doimiy muxlisimiz Robiya Chaman Nishon tumanidan. Ko'rsatuv ijodkorlari barchangizga salom. O'tgan bo'lsa-da bayramlar bilan muborakbod etamiz va mehmoningizga kasblarining rohatini ko'rib yursinlar deymiz debdilar va tavallud kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni ham chiroyli qo'shiq bilan tabriklasalar debdilar. Hali oxirida tabriklaysiz. Bitta umuman vatanparvarlik ruhi va butun yurtdoshlarimizga ana shu muhabbatni taqdim etiladigan qo'shiq sizdan ijro bo'ladi. Ungacha eshittirsak barcha tabriklarni. Albatta. Davom etamiz. Assalomu alaykum Fayzli kun boshlovchilari. Bugun jiyanim G'ulomjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Kasbidan Mirg'olib amaksi debdilar. Rahmat aytamiz. Otabekjon, Nilfarxon, sizlarga barokatli kun tilaymiz va O'zbekiston ahliga salomlarni kasbidan Fotimaxon yo'llayapti. Kasbliklar ko'rsatuvini kuzatyapmiz debdilar. Katta rahmat. Yana bir SMSlar bor. Fayzli kun ijodkorlari, yaxshimisizlar? Xayrli tong bo'lsin. Bugun qizalog'im Shohsanamni quvonchli kuni, ya'ni tavallud topgan kunlari bilan tabriklayman. Yetuk, buyuk inson bo'lib xalqqa nafi tegadigan farzandlar qatorida bo'lishini tilab qolaman. Iltimos o'qib bersangiz debdilar. Albatta tabrikingizni menimcha sizni yaqiningiz, qizingiz ham eshitilar deb qolamiz va ularni biz ham tabriklab qolamiz. Galdagi tabrik bugun jiyanimiz Shuhratjonni bu jonlari Xudo xolamizni shukrona kunlari bilan tabriklab qo'ysangiz, sog'lik, sihatlik tilaymiz. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga yetsinlar. Shuhratjonning onasi Ra'noxonni, dadasi Baxtiyorjonni baxtlariga katta yigitlar bo'lib ulg'ayishlarini aytib qo'ysangiz debdilar va opajonlari Dildora Beklar mahallasidan Lobar Ashurova deb chiroyli tabrik yozib yuborganlar. Tabriklarni albatta ana shunday aniq va mazmundor qilib yozsangiz, nuqta virgullarga ham e'tibor bering. Ba'zida imlo xatolari bilan kelib qoladi-da va imlo xatolari bilan o'qishga majbur bo'lib qolasiz. Chunki ism noto'g'ri bo'lganidan so'ng siz uni to'g'ri shunday bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Ravon holatda yozing va bu qo'shiqchilikka ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Menda yana bir SMS bor, Otabekka shaxsan yuborishgan. Iltimos shuni o'qib bersam. Bugun hamkasbimiz Sohibjon Gulmurodovni oilalarida juda ham quvonchli kun ekan, ya'ni bir emas 3 nafar oila a'zolarining tavallud kunlari ekan. Ushbu sana munosabati bilan ajoyib tabrik yuborganlar. Hozir uni yuragimni to'xtatib qo'yardingiz hozir. Bir emas birdaniga 3 nafar farzandli bo'libdilarmi deb
yangilik demoqchi edim. Unday emas, o'qib beraman hozir. Assalomu alaykum aziz vohadoshlar, hurmatli hamkasblar, barchaga yangi kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin debdilar. Bugun ahli oilamiz, sulolamiz uchun eng quvonchli kunlardan biridir. Bugun 3 nafar aziz insonlarimizning tavallud topgan kunlari, oila qo'rg'onimizning duogo'yi, bizni hamisha qo'llab-quvvatlab turuvchi muhtaram zot, qirolichamiz Zuhraxon hoji onamizni hamda bitta bo'lgan xolajonim Ra'noxon xolamizni va ularning farzandlari Abdullajon jigarimizni tavallud topgan kunlari. Ushbu sana bilan samimiy muborakbod etamiz. Shaxsan o'zim va muhtaram onajonim Barnoxon opa nomlaridan va barcha oila a'zolarimiz nomidan ushbu kun qahramonlariga uzoq, mazmunli va barokatli umr, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt va xotirjamlik tilayman. Bu jonim 8 nafar o'g'il va 2 nafar qizni tarbiyalab voyaga yetkazganlar. Shukrki, bugun ularning chevaralarini, rohatini ko'rmoqdalar. Biz hamisha hoji onamizni, bu jonimizni duolari bilan maqsadlarimiz sari qadam qo'ymoqdamiz. Alloh umrlarini ziyoda qilsin, baxtimizga doimo salomat bo'lsinlar. Hozirda o'zim poytaxtdaman, albatta borib tabriklash ham nasib etsin. Barchaga poytaxtdan qaynoq salomlar mening azizlarim debdilar. Bizning ham ajoyib alangalik salomlarimiz bo'lsin Sohimjon sizga. Shu o'rinda biz ham ijodiy jamoamiz tomonidan barcha yaqinlaringizni ushbu sana bilan samimiy tabriklaymiz. Otabekjon, kechirasiz, nima rosti bilan mana tabrik paytida undan oldin nima bahona topolmayotgandim. Tug'ilgan kun Tabrik tushib qoldi. yo'q, esimda. Ertalabdan tabrikladim, Xudoga shukr. Bugun alohida tabrik men uchun juda ham quvonchli kun. Bugun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi aziz otajonim Ne'matxon Ishqiyani tavallud kunlari bugun. Otajonimni umuman tabriklayman, men ham. Efir orqali ham umrlari uzoq bo'lsin. Nechiga kirdilar? Xudo xohlasa 70 dan oshdilar. Rahmat. Boy inson ekansiz. Ota-onani borligi baxt. Va ana shu kuzatib, bugun sizni mukofotlaringizni ko'rib, o'g'lim mana shu ijoddagi pillapoyalarda muvaffaqiyatlarga erishdi deb xalq ortidan eshitayotgan rahmatlari ular uchun eng katta sovg'a. Ularga yaxshi farzand kamoloti uchun minnatdorchilik bildiramiz. Otabeklar o'zi yaxshi insonlar bo'lishadi. Haqiqatda rost ekaniga. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Aha, albatta biz ota haqida ham bir chindan qo'shiq ayta olmaysizmi? Oqlu oliy sifat shirin zabonim otajon iftixorim siz ishonchim siz quvonchim otajonim otajon. Rahmat. Otabek aka, chiroyli samimiy suhbat bo'ldi. Chunki inson bilan o'zingiz ham yurakdan bemalol bir chegaralarsiz suhbatlashsangiz ochilib gaplashasiz. Bugungi efirda men siz bilan shunaqa do'stona bir aka-ukadek, shunchaki jurnalist va qolipdagi inson sifatida emas, maza qilib suhbatlashdim. Va o'ylaymizki bugun rahmat kattakon. Berilayotgan o'sha nima deydi? Ko'p narsa olamiz mana sizlardan, jurnalistlardan. Boringlarga shukr. Sizlarga kattakon rahmat. Efir ortidagi nimalarga, hammalarga kattakon rahmat. Juda ham chiroyli ko'rsatuv bu fayzli kun degan ko'rsatuv. Ba'zida ko'ramiz, vaqtimiz bo'lganda, ba'zida ko'ra olmay qolamiz, lekin albatta bu fayzli kunni rostdan fayzli ko'rsatuvda. rahmat. Fayzlari sizlarda, sizlar bular. Rahmat. Ko'z tegmasin, charchamanglar. Har doim sog' salomat bo'linglar. Endi shunga nima deyman? Men tepadagi gaplar davomini qo'shiqda ijro qilasiz. Va biz endi dasturimiz ham poyoniga yetib boryapti. Niluffarxon, vaqt shunday oliy hakamki, tezgina o'tib ketib qoladi va fayzli inson bilan suhbatimiz yanada fayzli bo'ldi deb o'ylaymiz. Va barchangizga tavallud kunlari muborak bo'lsin. Bizni kuzatganingiz, e'tirof etganingiz, yozayotganingiz va mehr berayotganingiz uchun tashakkur izhor etamiz. Hamisha san'at, madaniyat va yaxshiliklar ichida bo'ling deymiz. Azizlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Qashqadaryo telekanalidan aslo uzoqlashmang deymiz. Fayzli kun dasturi orqali yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Dasturimizni esa ajoyib qo'shiq bilan yakunlaymiz. Marhamat. Vatan haqida kuylaymiz. Hammamizga vatanparvarlik hamroh bo'lsin. Otabek Tursunov.
boshlangan olam senga iddalar qilmay sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam, vatan kimligingni bilmay sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam, vatan kimligingni bilmay sevaman. Menga yering suyuk, osmoning suyuk, boqsam teng turtalat tomoning suyuk. Tovonimga kirgan tikoning suyuk, kapdan zirabchang ham olmay sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam, vatan kimligingni bilmay sevaman. Vatan yuragimning olam panohi, bu dunyo bukir bir jidaning shohi. Ko'zim yoshi bilan sug'orib gohi, ko'ksimda o'stirgan gulday sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam, vatan kimligingni bilmay sevaman. Kaftan zirabchang ham olmay sevaman. Ko'ksimda o'stirgan gulday sevaman.